xotira uyg'onsa go'zaldir. Eshittirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. Bu hayotda katta kichikda ko'zlagan orzu va maqsadlari borki, har soat, har kun, har vaqt unga yetish uchun tinimsiz harakatda bo'lamiz. Birgina shu harakat zamirida turfa maqsadlar, intilishlar borki, ularga yetish asnosida kishi o'zligini, hayotda tutgan o'rni hamda odamlarga bo'lgan munosabatini namoyon etadi. Bu yo'lda o'ziga halollik, odamiylik, mas'uliyat, fidoyilik kabi ezgu tushunchalarni oshno bilganlar g'olibdir. Bugungi hikoyamiz qahramoni 81 yillik umri davomida o'z tanlagan kasbiga sadoqati va fidoyiligi bilan ko'zlagan maqsad cho'qqisiga yeta olganlardan edi. Noumid shayton. Men hali o'z umidlarimdan voz kechganim yo'q. Biz yetolmagan umidlarga kelgusi nasllarning yetmog'i mumkin. Qachonlardir adolat oftobi barq urib chiqmog'i kerak. Dunyoda baxt va haqqoniyat tantana qurmog'i darkor. Odamlar orasida nizo yo'qolg'usidir. Lekin qachon? Hamon bu savol javobsiz qoldi. Lekin insoniyat bu jumboqni axir hal qilur. Chunki uning qo'lida adolat va haqiqat yo'lini yorituvchi tafakkur mash'ali bordir. Shunda kishilar meni o'zlarining buyuk hamkorliklariga chaqirurlar va men asrlar osha o'z she'rlarim bilan labbay deb javob beraman. Bu ovoz necha qalblarni maftun etgani rost. Zotan u o'z sohibiga nainki mashhurlik hadya etdi, balki dunyo tan olgan yetuk iste'dodlarni o'zbek tilida biyron so'zlashga, so'zlaganda ham haqqoniy, ishonarli, chin yurakdan qalbidagini bayon etishga undagan. Har bir muxlis ko'ngilga qadrdon bu ovoz sohibi nafaqat so'zlari, balki serkirra iste'dodi, yuksak mahorati ila ixlosmandlar mehru muhabbatiga sazovor bo'lgan teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi, O'zbekiston xalq artisti, mehnat shuhrati ordeni sohibi Obid Yunusovdir. Bir 1934-yil 20-noyabr. Oltin kuzning oxirlab, borliq kumush qishga yuzlanay degan kunlarning birida Azim Shoshning Chaqar mahallasida yashab, o'zbek xalqini mumtoz musiqa va ijrochilik san'atiga oshno etish yo'lida munosib mehnat qilayotgan darg'a san'atkor Yunus Rajabiy hamda Qumri opa oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Unga yaxshi niyatlar bilan Obidjon deya ism qo'yishdi. Nega Rajabiy emas? Yunusov degan savolga qahramonimizning o'z so'zlari bilan javob bersak, men tug'ilgan paytda ismi, otasining ismi degan narsalar bo'lmagan. Kimni o'g'li bo'lsa, shuni familiya qilib berilgan. Yunus aka o'g'il ko'rib, otini Obid qo'yibdi deysa, mahalla oqsoqoli Obidjon Yunusov deb yozib ketgan. O'sha Obid Yunusov bo'lib qolganman. Busidan ertaklar eshitib ulg'aygan Obidjonning bag'ri keng, bolajon oilada emin erkinlikda sho'xliklari bisyor edi. Uni qurshagan san'at, ijodkorlik muhiti esa san'at olamiga cheksiz mehr bog'lashiga sabab bo'ldi. 12 farzand, aka-uka va opa-singillar quchog'ida o'tgan beg'ubor bolalikning hadsiz tasavvuri, qondoshlar bilan hovli sahnida jonlangan mitti rollar o'ynab shakllangan ishtiyoq keyinchalik uning shu yo'lni tanlab, otasining balki boshqa sohadan borarsiz bolam degan so'zlariga yo'q, men faqat san'at institutida o'qiyman, aktyor bo'laman, aks holda oddiy ishchi bo'lganim ma'qul degan qat'iy javob berishda unga o'zgacha kuch bag'ishlagan bo'lsa ajabmas. Bugun esa siz u biz uning bu tanlovi naqadar to'g'ri bo'lganini anglaymiz. Zero yetuk aktyorning o'zi ham so'nggi lahzalargacha sahna va ijodni umr mazmuni, yaratgan in'omi yangliq berilgan ulkan baxt deya bildi va bu saodatga o'zining halol mehnati, sof muhabbati,
jonkuyarlik bilan munosib tarzda javob berdi. Bu borada Obid Yunusov aytgan so'zlar arxivimizda saqlanadi. Odam tug'iladi. U ingalab ilk daf'a ovoz berarkan, bu bilan o'zining dunyoga kelganini bildirayotganday bo'ladi. U ko'z ochib, kunba-kun olis, beg'ubor osmonni, bahodirlar singari sukutga cho'mib, vazmin turgan sirli daraxtlar, zamin ko'ksiga taqilgan rang-orang gullarni ko'ra boshlaydi. Bular uning ko'ngliga yaqin. U bularni yaxshi ko'rib qoladi. Hayotga muhabbati tushadi. Odamlar uning ko'z o'ngida daryodek shag'illab oqadilar. Bu odamlarning muloyim ko'zlari, yaratuvchi qadoq qo'llari bor. U qachondir bir kuni ana shu daryoga singib oqishi kerakligini sezib boradi. Hamma narsa o'ziga bog'liq ekanligini, o'zi uchun kurashish kerak ekanligini his eta boradi. Ha, ijoddan, ijrodan mamnunlik, sahnaga chiqishning o'zi bir omad ekanini teran his qilgan qahramonimiz bu kunlar sari ilk qadamni bolalikdan qo'ydi. Maktab davridayoq u aktyorlik mahorati, ichak-yuzda hangomalari va eng muhimi ularni qiziqarli yetkazib bera olishi bilan sinfdosh do'stlari, o'qituvchilarining e'tiboriga tushdi. Bola boshidan deganlaridek, kichik yoshdan san'atga bo'lgan mehr-muhabbatni murg'ak qalbiga joylagan Obid Yunusov yuksak iste'dodi, ijro mahorati bilan o'zidagi ezgu hislarni minglab ko'ngillarga soldi. Shu o'rinda doimo otasi bilan faxrlangan to'ng'ich o'g'il Olimjon Yunusov xotiralari bilan hikoyamizni davom ettirsak. Mag'rurlanadigan ota bo'lganlar. Tarbiya sohasiga keladigan bo'lsak, bizlarni ko'proq onamiz tarbiya qildilar. Nimagaki, odamlar ko'pincha xizmatda bo'ladilar, ishda, spektaklda bo'ladilar. Gastrolga ketib qolganlarda 1,5 oy, 2 oylab ko'rmaslik odamlardan kelganlarda uradan keldilar, yopishib. Asosan shu tarbiyani onam berganlar. O'qituvchi bo'lganlar, hammasini o'zlari yaxshi bilganlar onam. Odamlarni ham shu yurish-turishlari bormi, boshqasi bormi, hammasiga shu onam chiroyli bir tartib bilan qarab turadilar. Yunusov deb Shunlar keyin murojaat qilaveradilar. Men yoshligimdan ko'p odamlarga ergashib teatrlarga juda ham ko'p olib boradilar meni. Spektakllari bo'lgan kunlari. Bu paytda yosh gvardiyada bo'lardi. Hamza teatr o'sha yerda lojada o'tirib ko'pincha spektakl boshlangunicha tomosha qilardim. Yo chiroq qo'yiladigan allanaqaliga chiqarib qo'yadilar. O'tda lojada agar mehmon bo'lsa, o'tlardan o'tirib ham tomosha qilib ko'rib o'tirardim spektakllarni. Yoshlikda eslaydigan paytim, yanishmasam agar adam Xo'ja Nasriddin ham o'ynaganlar. Menga ko'p yoqadigan spektakllardan bittasi oqshomdan tushgacha spektakl. Oqshomdan tushgacha 4 ta odam o'ynardi bor yo'q. Jamshid Zokirov o'ynardilar. Dilbar Ismoilov o'ynardilar. Odamlar ana o'tdagi gaplar, men yig'lardim o'tirib haliga. Nimagadir ta'sir qilardi shu narsa. Juda bir ajoyib spektakl edi. Ibn Sinoda o'ynadilar. Ibn Sinoni o'ynagan paytlarda ham ko'p ko'rardim. Ibn Sino haqida kitoblarni, jurnallardan, gazetlarni yig'ib kelib boshqa qilib to'rtliklarni Ibn Sinoni. Turibga yar qo'shsang asal tomoni tozalashi, boshqasi yo'talga foydasi, shunaqalarni ko'p o'qib yodlayveradilar. Xotirlasam rolga tayyorlanayotgan ekanlar. Sahnada gapirmaydi u gaplar. Qilgan ishlarini o'rganib, ruhini qilib berishmi, jonlantirib berishga tayyorlanganmilar deb o'ylayman deb. Tayyorlanadilar rollarga. Boshqa paytda vannaga kirib ketsalar bir ovozlar chiqib qolardi. Nima xotirladi, sekin eshikni ochimda qarasam, oynaga qarab gapirayotgan bo'lardi. Sho'lik vajohatli mana shunaqa joylarni o'zim ko'rinishim qanaqa bo'ladi deb balki oynaga qarab anaqa qilaman. Lekin kamdan kam bo'lsa ham bir chiqib qolardi shunaqa narsalar. Juda ham qattiq qo'llik bilan qaradilar. Ishga bo'lgan munosabatlari shunaqa edi, qattiq qo'llik bilan qaradilar. Kechga qolishi yomon ko'radilar. Teatrga spektakllar bo'lgan kuni uydan 1,5 soat oldin chiqib ketardilar. 15 minutlik yo'l yoki 1 soatdan oshiq vaqt o'sha grimxonada sekin shoshmasdan grim qilib bu odam to'chaga olib kirib keladi, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Hoji Akbar aka Nurmatov kirib keladi. Hammalik o'tib ketishdi, mana ketma-ket, Xudo rahmat qilsin hammalarga. Ajoyib insonlar edi. Tolib aka kirib kelardi. Mahmud Do'stmatov, Yoqub aka Ahmed, adamlarning grimxonalarga juda ham yaqin edi, ular qo'shni edi. Shular bilan ko'p muloqotda bo'lardi. Yoshligim o'sha yerda o'tdi men teatrda. Artist bo'laman deb o'ylardim. Yo'q, bolam deb kerak emas, shu ish qilmagan bo'ladilar. Xatga kirasan bolam deb teatrga ish kelsam, shu ish qilmagan bo'lam, artist bo'ladi. Ya'ni ota qilgan ishi bola ham qiladi endi. Artist bo'lmoqchimansan, yo'q bolam. Mana sen qilmagan shu ishni dedilar. Yo'q deb so'zlarni qaytara olmadim. Obid Yunusov umr yo'ldoshi Shahloxon opa bilan ikki o'g'ilni oq yuvib, oq tarab elga qo'shdi.
ularga ism tanlashda ham san'atga, ustozlarga bo'lgan mehri ustunlik qilib, biriga Olim Xo'jayevning, kenjasiga esa Nabi Rahimovning ismini qo'ydi. Bolalikdan otasiga ergashib, goh teatr, goh dublyaj studiyalarida bo'lgan suhbatdoshimiz ham san'atga mehr berib, shu yo'ldan borishni istaydi. Biroq Obid aka jigar go'shasini ijod mashaqqatlariga berib qo'yishni istamaydi. Otamning talabi bilan san'at yo'lidan bormasam-da, bu ishtiyoq menga hozirgacha hamroh. Kichikroq bo'lsa ham 1-2 videofilmlarda rol ijro qildim. To'ylarda davraboshi bo'ldim va eng quvonarlisi otamning so'nggi rejissyor Shorustam Obidovning Nomusning kuchi filmidagi o'ynagan rollariga ovoz berishga muvaffaq bo'ldim, deya Olimjon aka so'zini davom ettiradi. Komilibdan Erkin aka, mana to'yda o'qiyotgan she'rlaringizdan bering, menga ustozlik qiling dedim. Berdilar she'rlarni. Erkin aka yana bilan o'qilishni ham o'rgating menga. 1-2 marta o'qib bersangiz bo'ldimi, o'zim o'qilaman desam, O'zbekiston bo'yicha Obid akamdan zo'r she'r o'qiydigan odam yo'q dedilar. Obid akamdan o'rganasan, Obid akam eng zo'ri dedilar. Endi haqiqatda kiyimda ahamiyat berib qarasam, adam aytadilarki, o'sha she'rni adam amini o'qib bersam, qanaqa oldin menga bitta aytib berishadilar. Kuyov bola kelding to'yingga, muborakbod aytmoqimiz kerak, yarashib kelin uyingga, qadamlari bo'lsa muborak desam, yo'q bolam. Yo'q, bu narsa mana qalbdan chiqish kerak. Nima qilyapsan sen? Sen tabriklayapsan. Tabrik bo'lgandan keyin yurakdan chiqish kerak har bitta gaping. Yuragingdan chiqsa, ancha gaplashib o'tirgan odam ham, "Shoshma, anu nimadir deyapti" deydi-da, gapini to'xtatib turib, "Shoshmay tur" deydi, seni eshitadi bola. O'shanaqa qilib gapirsang gapir, bo'lmasam gapirma dedilar. Har bitta so'zni o'zini yuki bor, kuchi bor bolam. O'sha narsani sen agar yetkazib bera olmasang eshituvchiga, eshituvchi bo'lsa seni eshitmaydi deganlar. Ashulada ham xuddi shunaqa, she'riyatda ham xuddi shunaqa dedilar. Yoshligimda teatrlarga, dublyajlarga ham birga borardim. O'tirardim o'sha yerda 4 soat, 5 soatlab o'tirardim. Qonni ochib qoldilar bolam deb, orasida bo'sh bo'lib qolsalar, borib bufetdan bu narsalarni olib kelib berardim. Men buni yeb olganda olib kelib berdilar. Poyla o'tiraverardim. Ichkariga kirsam, "Ada, ichkariga kir. O'tda nafas olish ham mumkin emas" deb bolam dedilar. "Yo'tal borsang ham bo'lmay qoladi" dedilar. Lekin o'sha yerda yo'lda narda o'tirishardi, artistlar navbatda poylab, Yo'g'dubek akam ham o'sha yerda, Yoqub aka ham, Hojiakbar Nurmatov ham o'sha yerda, Hojiakbar akam bilan juda ham yaqin edi. Hojiakbar akam ham ko'p kelardilar bizning uyga. Tolib aka ham bir borib qolardi, Tolib Karim. Ko'p edi endi artistlar. Farhod Aminovlar bo'lardi. 78-yili navbatma-navbat mashina berilardi. Adam kimdir mashina oldi, pistonchi mashina oldi teatrda. Dedilar-ki, borib pulini to'labdilar 011 mashinaga. Pulini to'lasalar, "Optika mashina hozir olib ketaverasizmi?" debdi. Hali varzdagilar odamlar, "Qanaqa hozir olib ketsam ham bo'ladimi? Qishda emasmi olib ketadigan navbatimizda? Pulini to'lab bo'ldi, optika olib ketavering. Mayli, olib ketaman, qanaqasi bor? Hozir endi yarqa jo'lti, limonli rangi bor optika. Agar kutib tursangiz bir haftadan keyin oq rangi keladi, oq partiya keladi. Shu oq rang beramiz." Yo'q. Oqimni ham sariqni qo'yib qo'yganda ham sariqni olmoqchi edim men. Olib chiq deganlar. Hammasini radiolargacha qo'ydirib, olib kelib podyezdga qo'yib qo'ydilar. Nomer yo'q. Shundan kelsam, podyezda nomer yo'q, yangi mashina turibdi. Endi u paytda mashina har kimda bo'lavermas edi. 78-yil. Ko'chalar ham ancha bo'sh, bemalol yuradigan paytlar. Men bu mashinani kim oldi ekan qo'shnilardan? Rosa zo'r ekan, yengilligini qaraman deb, shundan uyga chiqsam, odamlar bekit olmayaptilar, xursandliklarimni ko'rdingmi dedilar. Nima dedim? Pastdagina, "Mashinani siz oldingizmi?" deb sakrab patologga tegibdi qo'lim. Shunaqa xursand bo'lib, baqirib, mana shu mashinani har 5 minutda arturadim. Mashina xeyli endi bosh yomon ish qilib juda qattiq edi. Ko'p joyga odamlarni men o'zim haydovchi bo'lib olib boraman. Odamlar "Bolam, birga boraylik." Qatga kirib borsalar, mana shu tabassum bilan ko'ngilligi ko'tarilgan holda kutib oladi juda ko'pchilik. Nafaqat optikam kelyapti emas, Obidjon kelyapti, optikam kelyapti deb hali odam xonadonni ko'ngli ko'tarib ketardi. Hamma xursand bo'lib kutib olib, mana shu og'izlariga qarab turishadi. Fotiha bo'ldimi, boshlanardi. Mana shu oddiy so'z gapirilganda, hali so'zga bitta javob berib qo'ysalar ham, mana shu kulgiga aylanib ketib qolardi. Kutib olishgandan keyin otangizni shunaqa bir hurmat, ehtirom ko'rsatishgandan keyin sizni ham ko'nglingiz ko'tariladi. Xudodan farzandaman deysiz. O'z-o'zidan mas'uliyat paydo bo'ladi. Seni olib ketgani keldim. Yur. Yangi to'nim qani. Yangi to'nim qani. Etigim. Zeba. Ishini kim taqlatyapti? Ochma. Olma pishib qoldi-ku. Ana, kelyapti. Velosipetimga tegmasin. Etigimni tort.
Oshini yemayman. Oshini yemayman. Zebi qani? Zebi qani? Zebi. Armonda qolmaydigan mana bitta ishim bo'lgani shu bo'ldiki, Saksonga kirayotgan paytlarda men Farmetda ishlardim. Rasul Rajabiy opa-dodam, nevaralari, o'sha boshliq, o'shani qo'lda ishlardi, Kiroshin akam qo'lda. Obid akamga nima qilsan? Saksonga kiryaptilar-ku bu yil. Men hali bir narsani o'ylaganim yo'q dedim. Men yordam beraman. Keyin senga armon buyurmasin. Menga onam paytida onamdan armon qoldi. Onamga yubileyni qilib berolmadim, otamga qilib berdim. Lekin onamga qilib beraman, shu armon bo'lib qolgan. Shu armonni sen ko'rmagin, shuni otakamga qilib bergin, men yordam beraman dedi. Bularni hay-hayim bilan bo'lib ketdik. Shu bilan artist sakizga To'g'on Azizov, Yoqub Ahmedov kirib kelishyapti. O'sha paytda rahmatliga ham shu Murat Rajab bilan birga kirib keldilar. Bir payt oldinga kelib, olib men vatan ololmayman dedilar. Nimaga ololmaysiz? "Ya qara, hamma O'zbekiston xalqi so'zlayapti." Dedim, rahmatliga uni qilmayman, olib men sizni niyat qilib qo'yganman, siz olib aka. Bizga yem, men ololmayman, olib qara, men nimani qilaman bir orasida. Qarasam, Patxilla kelyapti. Patxilla men olib iltimos qilyapti. Patxilla yaxshi dedim. Patxilla duo qiling, pataqa qiling, men pataqa beraman dedim. Shunaqa Alloh akbar, yaxshi olgan so'zlaring beramiz deb pataqa qildi. Shuni Patxilla olib. Bu yerda artistlar ham vali sherak ham keldi. Ashulalarni, qo'shiqlarni aytib, tabriklarni qilib keyin ketdilar. Mana shu yubileylarni o'tkazib olganimdan otamga bir ko'ngillarni ola oldim deb hisoblayman o'zimni. Keyin yubiley o'tgandan keyin so'radim, "Ada, ko'nglingiz deb bo'ldim" desam, "Bolam, bundan ortig'i bo'lmaydi. Men o'ylaganimdan ham ziyoda baraka topdilar." Chunki teatrda o'sha yaqinlari, birga ishlaganlar hammasini aytib kelganman. Hammalik qator turib bir mikrofonni berib chiqishyapti deb bir tabriklab o'tgan, siz san'atingiz oldi biz ta'zim qilamiz deb odamlarni qanaqa ruhan ko'taryapti. Qanchalik xursand bo'lib, munosib edilar, albatta shu narsa bo'ldi. Umri ko'proq san'atga bag'ishladilar. Chunki berilib qildilar, ham ishida shunaqa ish qilsalar toza qilardilar, berilib qilishni yaxshi ko'rardilar shu ish. Bolalarim ham hammasi faxrlanadi, Obod Yusuf nevarasi ham o'shanga yarasha ish qiladi, bular ham gap tegizadigan ish qilmaydi. Shunga men xursandman, shunga shukur qilaman. Olimjon aka otasi haqida eshittirish tayyorlashimizni bilib, nafaqat xotiralari bilan, balki qadrli meros deya ardoqlab saqlayotgani Obid Yunusov ijod namunalari, san'atkor haqida tayyorlangan videofilmlar va bir necha albomlardan joy olgan ko'plab suratlarni taqdim etib, bu yetuk san'at darg'asi haqida yanada kengroq tasavvurga ega bo'lishda yordam berdi. Bu esdaliklar orasida mana bu qo'shiq ham bor. Men ketar bo'ldim yetayar zumbayon aylab ketay. Men ketar bo'ldim yetayar zumbayon aylab ketay. Mihribonim qoldi deb yo'llarda qon yig'lab ketay. Mihribonim qoldi deb yo'llarda qon yig'lab ketay. Mihribonim ketdi-yu, mehri ko'zimdan ketmadi. Mihribonim ketdi-yu, mehri ko'zimdan ketmadi. Mehribonimdan keyin hech kim meni yod etmadi. Bu qo'shiqni Obidjon 4 yoshidan boshlab aytgan ekan. Bu unda ota qoni jo'sh urgan bor vujudi go'daklik chog'idan san'at deya yashaganidan darak. Aynan shu tuyg'u bo'lajak aktyorni san'at institutida ham namunali tahsil olib,
So'ng hozirgi Milliy akademik drama teatri sahnasida buyuk ustozlar bilan birga ijod qilish baxtiga musharraf etdi. Zotan Obid Yunusov sahnadagi ilk ijrolari bilan ustozlar nazariga tushdi va Nabrahimovga dublyor, keyinchalik darg'a aktyor o'z rollarini ishonib topshira olish darajasiga yetdi. Uning katta sahnadagi birinchi roli Odil Yoqubovning Yurak yonmog'i kerak asarida Qayyum obrazi bilan boshlanib, o'nlab spektakllarda salmoqli ijrolar bilan davom etdi. Birgina tillarda doston bo'lgan Parvonadagi O'tkuriy bilan o'ziga haykal qo'ya oldi. Bu borada yetuk teatr rejissyori, O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev hayotlik chog'i shunday degan edi. Rolini xuddi tirik odamdek sevadi. Yigitlarga mana shu O'tkuriy oladigan bo'lsangiz, Obid akam o'sha O'tkuriy sevadi, uni tushunadi va ming u salbiy bo'lsin, Obid akam o'sha salbiyligini ham kechirib o'ynaydi. Voy qaramaysiz. Shu anchadan beri sizga bir gap aytmoqchi bo'lib yuribman-u, hech ayta olmayapman-da. Nima gap aka? Yo'q, qaramaysiz. Juda nozik gap. Balki so'zlarimga ishonmassiz, balki mendan kularsiz, balki ranjirsiz. Axir meni ranjitadigan gap gapirmassiz? Oy, qaramaysiz. Hoy ishoning, hoy ishonmang. Baribir aytishga majburman. Ortiq ichimda saqlab tura olmayman. Yondiradi, kuydiradi, kul qiladi. Kul qiladi, kul qiladi. Yondiradi, yondiradi. Nima gap ekan axir? Bu hol o'sha uchrashuvdan boshlandi. Qaysi uchrashuv? Ashxolda bundan 2 oy ilgari uchrashgandik-ku. O'shandan beri yonaman. Voy yonaman. Voy yonaman. Voy kuyaman. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz deganda eslaysizmi? Agar nonning ustiga sedana sepmasangiz, non sal xunukroq ko'rinadi. 4 dona sepsangiz, nonni husni boshqacharoq bo'ladi-da endi. Obid akam rol ustida albatta sedanalik non, sedanalik rol yaratadi. Mana shu kichkina detallar bilan, kichkina o'zini topgan nimalar bilan. Aktyorlar teatrga ishga borgandek boradiganlari bor, xizmatga boradiganlari bor. Mana shu Obid aka, o'sha To'ychi aka, Tolib Karimov, bular hammasi xizmat qilardi teatrga. Ular ish deb qabul qilmasdi, bular xizmat deb qabul qilardi teatr ishini. Insonning xotirasi juda qisqa. Esda qolish mumkin, lekin Obid akamdek aktyorlar bular afsonaviy aktyorlar, afsona bo'lib qoladi. Afsonani odamlar esdan chiqaradi. Mana bu suv, hammasi bor. Faqat albatirlash kerak. Mana shuni suvdan chiqarib berish necha pulga tushadi? Bilmadim. 10 so'mcha bo'lsa kerak. 10 so'm? Hay, eshitdingmi? 10 so'm deyapti. Men unga 25 so'm beraman desam, u 75 so'm deydi-ya. Odamgarchilik qilmabsiz og'ayni. Xolamizning pensiyalari ham shuncha bo'lmasa kerak. Yo'q, pensiyam 120 so'm. Sen o'zing qayerdan kelib qolding, Olifda? O'sha sho'tchiging urgani 1 so'm bo'lsa-yu, odamlardan 2 so'm shilib olasan. Tag'in odamgarchilikni pesh qilasan. Nima? Sen menga pul berganmiding? Ay, nima qilyapsizlar? Voy, Chirpirab qo'raman. Nima qilib qo'ydingiz? Bu to'yga kelgan kostyumim-ku. Ziyoni yo'q. Kostyuming quriydi. Menga rahmat degin. Bo'lmasa abjaqligini chiqarib yuborardi. Mazkur film Obid Yunusovning kinodagi birinchi katta ishi bo'lib, ekrandagi shu obrazi bilan tomoshabinni yana bir karra uni o'ziga xos, ijrosida milliylik ufurib turgan mahorati yuksak aktyor sifatida kashf etishga undadi. Zero taqdiri, baxti, hayot mazmunini san'at,
sahna va kino deb bilgan aktyor o'tgan yillar mobaynida rol tanlamadi. Kattami kichikmi barisiga butun vujudi bilan yondoshdi va hatto epizod sahnalarida ham o'zligini namoyon qila oldi. Bu haqda aktyorning o'zi suhbatlardan birida shunday degan edi. Mingdan oshiq kinoga ovoz beribman. Mingdan oshiq hozir yarmidan ko'pi hammasi bosh rollar. Xursand bo'laman, bekorga mehnat qilmagan ekanman, hamma qilgan mehnatlarim. Shuncha yillarning ichida dam olish kuni nimaligini bilmaymiz. Sevmaganimizda shu sohani ana qilmagan, bor devorli. Bizani sohada aynisi ishlab ko'rmoqchi yo'qmasa ketarman. Degan odam bu sohaga kirmasa ham bo'laveradi. Kerak yo'q, bu sohaga men hayotimni bag'ishladim, nechi pul berasan, nechi pul oylik beradi degan gapi gapirgan odam kirmasin bu sohaga. Bitta shu moddiy manfaatlarni o'ylab kirgan odam xato qiladi. Fidoyi bo'lish kerak, butun joningizni bag'ishlab qo'yish kerak. Faqat o'sha ovozimiz chiqsa, ko'rinsa, ekranda o'shaqsa, faxrlanib xursand bo'lib. Obid Yunusov haqida so'z ketganda uyg'un asar asosida sahnalashtirilgan Parvona spektakliga alohida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Inchunun bu asar aktyor hayoti va ijodining muhim bir bo'lagi. Uni xalqqa yana bir karra sevimli qilgan. Garchi yaratilgan obraz salbiy bo'lsa-da, uni ulkan mahorat va qalb qo'ri bilan ijro qilgan. Nainki ijro, balki yashagan Obid Yunusovning teatr san'atida tutgan o'rnini bir necha pog'onaga yuksaltirgan. Bu boradagi hikoyamizni kelgusi eshittirishda davom ettiramiz. Bu xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirishi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xotira uyg'onsa go'zaldir.